O'zbekiston terma jamoasi sardori Eldor Shomurodovning narxi oshdi. Transfermarkt portalida Italiya seriyasidagi narxlar yangilandi. Yangilanish natijasida Roma va O'zbekiston terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodovning narxi 1 million yevroga qimmatladi. Endi u 5 million yevroga baholanmoqda. Shomurodov o'tgan mavsum Roma safida 37 o'yin, 15 tasi asosiyda o'tkazib, 7 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bundan tashqari Eldor 2 marta fevral va aprel oylarida Romada oyning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan edi. Transfermarktning rus bo'limi rahbari Georgiy Lekarev bozor bahosining oshishiga Roma Shomurodovga yana ishona boshlagani sabab bo'ldi. U oz imkoniyatlardan muvaffaqiyatli foydalandi. Eldor yaxshi formaga kirib oldi va raqobatga chidamli futbolchiga aylandi. Shomurodovning yoshi bozor qiymati yanada oshishiga yo'l qo'ymaydi. Vaholanki, seriyada u oz yosh toifasida 29-32 yosh hujumchilar orasida 2 yoki 3 o'rinda turadi. Faqat Romelu Lukaku Shomurodovdan qimmatroq, Giovanni Simeone esa shunga o'xshash narxga ega. 3 nafar o'zbekistonlik futbolchi Angliya klubida ko'rikdan o'tish uchun jo'nab ketdi. Paxtakor yosh hujumchisi Saydumarxon Saidnurullev Angliyaning Queen's Park Rangers klubida ko'rikdan o'tishi haqida oldinroq e'lon qilgandik. Tunda Saidnurullayev Surxonning 2 futbolchisi Behruz Karimov va Behruz Shukurullayev bilan birga Toshkent-Istanbul, London yo'nalishida jo'nab ketishdi. Uchala futbolchi ham 2 hafta davomida Queen's Park Rangers yig'inida ishtirok etishlari ko'zda tutilgan. Queen's Park Rangers klubi 1882-yilda London shahrida tashkil topgan. Uy o'yinlarini 18439 tomoshabinga mo'ljallangan Loftus Road stadionida o'tkazadi. Ayni paytda jamoani ispaniyalik murabbiy Martes Fuentes boshqarmoqda. Ayni paytda Queen's Park Rangers Angliya Championship ligasida APLdan bitta pastdagi ligada ishtirok etmoqda. Ma'lumot uchun, Shukurullayev 2006-yilda dunyoga kelgan chap qanot futbolchisi. Odil Ahmedov akademiyasi tarbiyalanuvchisi. Bu yildan Surxon safida barcha musobaqalarda 4 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Karimov 2007-yilda dunyoga kelgan o'ng qanot himoyachisi. Odil Ahmedov akademiyasi tarbiyalanuvchisi. Bu yildan Surxon safida barcha musobaqalarda 6 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Saidnurullayev 2005-yilda dunyoga kelgan Paxtakor klubi tarbiyalanuvchisi. Bu mavsum O'zbekiston kubogida bitta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urdi va bitta golli uzatmani amalga oshirdi. Eslatib o'tamiz, uchala futbolchi ham Football Group agentligiga tegishli. Ushbu agentlik Abduqodir Husonovning huquqlarini ham himoya qiladi.